Biroz sovunni qaynagan suvga soling va siz menga rahmat, endi pul sarflamayman deb aytasiz. Agar uyingizda qattiq sovun bo'lsa, ushbu videoni ko'ring. Men sizga ajoyib maslahat beraman. Bu hiyla yordamida siz bitta sovunni qanday ko'paytirishni bilib olasiz. Birinchi qiladigan ishimiz sovunni qirg'ichdan o'tkazamiz. Bu retseptning afzalligi u juda arzon, chunki bunday sovun atigi 5 real atrofida turadi. Va do'stlar, sizdan iltimosim, video oxirida menga 0 dan 10 gacha baho bering. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Bugungi videomiz haqida nima o'ylaganingizni bilishni istayman. Sovunni qirg'ichdan o'tkazib bo'lgach, uni 1 litr qaynagan suvga solamiz va aralashtiramiz. Sovun to'liq eriguncha. Aytgancha, siz qaysi shahardan tomosha qilyapsiz? Videom qayerlargacha yetib borayotganini bilish menga yoqadi. Yozib qoldiring. Chunki video tugagach sizni quchoqlab o'pib yuboraman. Sovun to'liq erida, endi yana biroz qaynagan suv qo'shamiz. Ustiga 2 osh qoshiq kir yuvish kukuni solamiz. Sevimli brendingizni ishlatishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtiramiz. Bu maslahat juda foydali. Agar uyda sinab ko'rsangiz, albatta yoqadi. Endi 2 osh qoshiq sirka, spirtli qo'shamiz. Shuningdek, 2 osh qoshiq shakar ham solamiz. Bu jarayon sovunimizni glitserinli qiladi. Shundan so'ng yana aralashtiramiz. Bu juda zo'r va tejamkor maslahat. Endi hammasini sut qadoqchasiga quyaman, chunki men uni shunday shaklda bo'lishini xohlayman. Xohlasangiz, qolipga yoki plastik idishlarga ham solishingiz mumkin. Tasavvuringizga erk bering. Endi uni bir kechaga qoldiramiz. Ertalab nima chiqqanini ko'ring. Qarating qanday konsistensiya hosil bo'lgan. Endi uni qolipdan chiqarib, xohlagancha bo'laklarga bo'lib oling. Ko'rib turganingizdek, juda ko'p chiqadi. Bu mahsulotni kiyim yuvishda ham, idish yuvishda ham ishlatish mumkin. Juda foydali. Qarang qancha chiqqan. Ajoyib va juda tejamli va qanday ko'p ko'pik beradi. Ko'pchilik uy sharoitida tayyorlangan sovunning kuchini bilmaydi, lekin u juda foydali. Bu kuchli glitserinli sovun. Sovunni ko'paytirish siri aynan shu. Mana bugun sizga shu videoni olib keldim. Yoqdi degan umiddaman. Shuning uchun baho berishni unutmang va qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni yozing. Xudo panohingizda bo'lsin. Ertaga ko'rishamiz.